Assalom, Yangi O'zbekiston. Men hozir sizlarga piyoz qanday ekilishini ko'rsatmoqchiman. Mana bu yerimiz chuqur ag'darilgan, bahorda ag'darilib, o'g'it solingan, tagiga keyin sug'orilgan. 3-4 marta sug'orilgan. Yaxshi to'g'ri yuvilgan mana. Endi men kichkina ketmoncha bilan yerda chopib chiqaman mana. Tekslangan yer, yaxshi tekslangan mana. Mana shunday qilib tekslab chopib chiqaman mana. Keyin davomini ko'rsataman. Piyoz ekishini davom qildiramiz. Mana hozir hamma yoqda chopib chiqdim. Keyin tepkilab chiqdim mana. Mana tepkilab chiqdim. Tekis bo'lish uchun hamma yoqda teksladim. Oyoq izi bilinib qolmasligi uchun tepkilab chiqdim mana. Tekslab. Endi mana qum sepyapman mana. Mana qum. Keyin davomini ko'rsataman hozir. Endi mana urug'ni sepamiz. Hozir qum sepishimdan maqsad mana urug'ning tushishi mana ko'rinadi mana. Mana urug' qanday tushishi ko'rinyapti mana. Qalinligi mana. Ana shu qalinligida yetadi mana. Agar qum sepmasangiz urug' qanday tushgani ko'rinmaydi mana. Mana tekis tushyapti urug'. Urug'ni sepgandan keyin yana davomini ko'rsataman. Mana urug'ni ham sepdik. Endi bu urug'ni aralashtirib chiqamiz mana. Aralashtiramiz mana. Bismillah. 1 2 ana shunday. Urug' ko'miladi ha. Yaxshilab aralashtiramiz. Mana bo'ldi. Mana urug'imizni ham yaxshilab aralashtirib oldik.
Endi ustidan yana qum sepiladi mana. Qum sepamiz mana ustidan. Mana uruq yaxshi ko'milish uchun sepiladi. Mana yani hozir sırası suv qo'yamiz. Keyin davomini ko'rsatamiz. Mana ekkan piyozimizga ham suv qo'yildi. Natijasini endi bir oydan keyin kutamiz, Xudo xolasa. Videomiz yoqqan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar endi. Rahmat hammangizga.